Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Word dasturida rezyumeni tayyorlashni o'rganib olamiz. Demak, bugun yasamoqchi bo'lgan rezyumemizni ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, boshladik. Birinchi navbatda biz Word dasturiga kirib olishimiz kerak. Kompyuterimizdan Word ilovasini ochib olamiz. Novi dokument. Ko'rib turganingizdek, Word dasturiga ham kirib oldik. Undan so'ng masshtabni biroz uzoqlashtiraman. Ekranimizni o'ng pastki burchagida mana minus orqali qog'ozimizni butun holatda ko'rish uchun albatta. Va ana endi bizga kerak bo'ladigan qism orqa fonni, ya'ni sariq fonni Word dasturida qanday qilib chizib olamiz. Sariq fonni chizish uchun bizga vstavka bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng figuri degan qismini belgilab olamiz. Bu yerdan mana прямоугольники degan bo'limidan ikkinchi shaklni tanlab oq qog'ozimizga chizib olishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, ekraningizni chap tomoniga, ya'ni qog'ozni chap qismiga biroz yarmidan ingichkaroq holatda chizib olamiz. Shaklda sariq nuqta bor. Bu sariq nuqta orqali bosib turib suradigan bo'lsak, mana burchaklarini ishlov berib oldik va endi galdagi navbat shaklga rang berish. Shaklga rang berish uchun shaklni tanlab, yuqorida format figuri degan bo'limiga o'tamiz va lentadan mana zalivka degan qismidan o'zimizga kerakli rangni tanlashimiz mumkin. Istalgan rang belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu rangni tanladik. Shakl atrofidagi qismi kontur deb ataladi. Ya'ni bizni yasayotgan shablonimizda kontur ko'rsatilmagan. Shu sababli biz ham kontur figura qismini ochib, net kontur belgilab qo'yamiz. Demak, o'ng tomonga ham bundan qalinroq shakl chizib olishimiz kerak. Osonroq yo'lidan boramiz, ya'ni shaklni tanlab Ctrl D tugmasini bosamiz. Bu orqali biz duplicate funksiyasini ishlatishimiz mumkin. Bitta shaklni ikkita ko'rinishga keltirib oldik va endi biroz enini qalinlashtirib qo'yamiz mos ravishda. Va burchaklarni ham mos ravishda to'g'irlab qo'yishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, orqa fondagi shakllarni ham chizib oldik. Ana endi masshtabni biroz yaqinlashtiramiz 100% ga, o'zimizga qulay ko'rinishga keltirib olamiz. Undan so'ng yuqoriga ism familiya yozilgan edi. Shu sababli yana yozish uchun vstavka bo'limiga o'taman. Yana figura qismini belgilab olamiz va figuralar ichida mana основной figura qismida надпись deb nomlangan figura bor. Bu figura asosan matn yozish uchun. Figurani tanlaganimizdan so'ng kerakli qismga chizib olamiz. Mana bu yerga ism familiyamni kiritishim mumkin. Misol uchun katta harfda mana Naimjonov, enter, Mahmudjon. Ism familiyamni kiritib oldim. Ana endi ism familiyani markazga joylashtirishim kerak. Glavniy menyusiga o'taman va bu qismidan Ctrl E tugmasini bosish orqali ham markazga joylashtirishingiz mumkin. Mana markazga joylashtirib oldik. Endi galdagi navbat matnimizga, ya'ni yozuvlarga chiroyli shrift tanlash. Glavniy menyusidan shriftlar bo'limiga kiramiz. O'zimizga yoqadigan biron bir shriftni tanlashimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda har xil ko'rinishdagi shriftlar bor. Mana. Ya'ni o'zingiz yasayotganingizda xohlagan shriftni tanlashingiz mumkin. Rezyumeda iloji boricha tushunarli va chiroyli shrift bo'lsa, maqsadga muvofiq qaysi shriftdan foydalanish ixtiyoriy. Demak, shriftlar orasidan ko'rib chiqishimiz mumkin. Menimcha biron birini tanlashga ham odam ikkilanadi. Menimcha shu ancha jiddiyroq. Shu shriftda qoldiramiz. Ana endi shriftimiz razmeri 18 razmer. Menimcha ma'qul. Ko'rib turganingizdek, ism sig'mayapti. Demak, shakl biroz kichkinalik qilyapti. Shaklni biroz kattalashtirib qo'yamiz. Pastki dumaloq nuqtadan tortib. Endi ism va familiyaning orasidagi masofa, interval juda ham uzoq bir-biridan. Demak, mana shu ikki qator ism va familiyani belgilab olamiz. Interval bizda mana glavniy menyusida tepaga va pastga qaragan belgisi bor, strelka, mana shuni ochamiz. Bizga ma'qul bir intervalga joylashtiramiz. Bu ham biroz uzoqlik qilyapti. Yana shu qismga kiramizda удалить interval после абзацlarni belgilab qo'yamiz. Demak, endi matnlarimiz bir-biriga biroz yaqinlashdi. Demak, endi galdagi maqsad buni keragicha ortiqchasi shartimiz kichraytirib qo'yishimiz mumkin. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu shaklni orqa fonini o'zgartirish. Ya'ni orqa fonini oq rangga o'chirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni shaklni tanlab olamiz mishka bilan va format figuraga kirib, zalivka figurani ochib, bu yerda net zalivka. Endi atrofidagi chiziq bu kontur bizada. Kontur figurani ochgan holatda net konturni belgilab qo'yamiz. Demak, ism familiyani ham yozib oldim. Endi menga kerak bo'ladigani ish vazifamni, ya'ni bu yerga pastga yozib qo'yishim kerak. Shu shaklni tanlab Ctrl D
tugmasini bosish orqali shakldan nusxa olishim ham mumkin. Mana yozuvdan nusxa oldim, tayyor. Biroz kichkina shrift tanlayman, 16 shrift. Va ichidagi matnni o'zgartiraman. Mentor yoki o'qituvchi. Mana. Mentor. Uni keragicha ishlatamiz va bu yerga joylashtirib qo'yishimiz mumkin. Mana, ko'rib turganingizdek biz ism va familiyani kiritib oldik. Ana endi galdagi maqsadimiz orqada bitta shakl chizib olishimiz kerak bo'ladi, ustiga dumaloq rasm joylashtirishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, birinchi navbatda yana bitta shakl kerak bo'lar ekan. Vstavka menyusiga o'tib, figura qismidan ikkinchi prямоугольникdan ikkinchi shaklni belgilab, bu yerga chizib olaman. Mana burchaklarni to'g'rilab olamiz. O'zimizga ma'qul keladigan ko'rinishda va zalifka qismidan biron bir rang tanlab qo'yishimiz mumkin. Mana shu rangni qoldiramiz. Kontur qismidan net kontur qismini belgilab qo'yamiz. Va ana endi bu yerga dumaloq rasm qo'yishimiz kerak. Birinchi dumaloq shakl chizib olamiz, ya'ni vstavka, figura, aval degan figurani tanlab, dumaloq qilib chizmoqchi bo'lsangiz, shift tugmasini bosib turgan holatda shaklni chizadigan bo'lsak, o'zini formasida chiziladi. Mana endi shift qo'yib yuboramiz. Dumaloq shaklni chizib oldik. Biroz kichraytiramiz. Menimcha shu holatda yaxshi turibdi. Ana endi buning ichiga biz rasm joylashtirishimiz kerak. Rasmni qanaqa joylashtiramiz? Har xil usullari bor. Misol uchun zalifka qismidan ham joylashtirishimiz mumkin. Ya'ni dumaloq shakl tanlab, format figuraga kirib, zalifka figura qismini ochamiz. Bu yerdan mana risonik deganni tanlab qo'yamiz. Rasmni har xil internetdan olishimiz mumkin yoki kompyuterimizdan. Agar kompyuteringizda bo'lsa is fayli, agar internetdan qidirib rasm qo'ymoqchi bo'lsangiz, изображение из internet. Menga is fayli kompyuterimdan rasmni joylashtirib ketaman. Рабочий stolda Ustoz Mahmud papkasida mana rasmimiz bor. Endi atrofidagi bizda kontur qalinroq qilingan edi. Demak, bu safar endi kontur qismiga kiramiz. Rang tanlaymiz. Mana bu juda ham yuppa chiziq bo'lyapti. Endi talshina, ya'ni konturga yana kiramizda, mana talshina qismidan kontur qismini qalinlashtirib qo'yishimiz mumkin. Mana endi chiroyliroq ko'rinishda bo'ldi mana, ko'rishingiz uchun. Demak, rasmni ham joylab oldik. Ana endi buni pastiga matn kiritishim kerak. Birinchi navbatda men haqimda deb yozilgan matnni yozib olishimiz kerak. Vaqtdan yutgan holatda tepada tayyor bizda natpis figurasi chizilgan, tanlab Ctrl D tugmasini bosib, mentor so'z matnini joylashtirib olaman. Razmerini shakl bilan baravar qilib qo'ysam, demak markazga joylashadi so'zim ham. Mana mentor so'zini o'chirib, men haqimda so'ziga almashtirib qo'yamiz. Endi o'zim haqimda biroz ma'lumot kiritishim kerak. Bu uchun mayli natpis orqali chizib olamiz. Yozuvni 12 razmerda yoza qolamiz. Shrift tanlashimiz mumkin. Times New Roman'da yozamiz mana. O'zim haqimda qisqacha yozib ketishim mumkin. Misol uchun qiziquvchan, enter tugmasini bosamiz. Tirishqoq, mas'uliyatli, intizomli va hazilkash. Menimcha yetarli ma'lumot kiritdik. 12 razmer menimcha biroz kichkinalik qilyapti. 13 yoki 14. Mana 14 menimcha yaxshiroq holatda. Ana endi matnlarni belgilab, glavniy menyusiga o'tib, bu yerdan bu belgilardan biron birini qo'yib ketishim mumkin. O'zingizga ma'qul keladiganini qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu marker, biblioteka marker qismidan buni ochdik. Endi buni chaproqga surib qo'ysak menimcha yaxshiroq ko'rinishda turadi. Demak, matnni chapga surish uchun tepadagi glavniyda mana chapga strelka belgisi bor. Bosadigan bo'lsak, mana chapga joylashdi. Kerakcha ishlatamiz. Matnlarimiz bor. Endi format figuraga kirib, zalifkaga kirib, net zalifka, konturga kirib, net kontur. Mana ko'rib turganingizdek, kerakli yozuvlarni ham joylashtirib oldik. Ana endi galdagi maqsadimiz o'zimiz haqimizda keraklicha ma'lumot kiritdik. Endi bizni qiladigan ishimiz mana ko'rib turganingizdek, bog'lanish uchun telefon raqam, pochta yoki Telegram manzil va turar joy ko'rinishda kiritib ketishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, 3 ta shakl kerak bo'ladi bizga. Vstavka menyusiga o'tamiz, figura qismiga kiramiz va bizga kerakli shakl, ya'ni o'sha prямоугольник degan shaklni tanlab bir marta chizib olamiz. Adashmasam avalligida bu sariq nuqtadan chap va o'ng tomonini avallik ko'rinishga keltirib olamiz.
Mana razmeri menimcha yaxshi holatda kontur qismini o'chiramiz va zalifkadan ichidagi rang bizda adashmasam tepadagi rang shundan tanlangan. Endi shu shakldan bizga 3 ta kerak. Bitta to'liq holatda chizib olganimizdan so'ng shaklni tanlab Ctrl D tugmasini bosgan holatda shakldan nusxa olib ko'paytirib ketamiz. Ctrl D va yana Ctrl D. Shakllarimizni joylashtirib oldik. Yuqoriga telefon raqam, o'rtaga pochta adresi yozishimiz mumkin va pastga manzilni kiritishimiz mumkin. Men haqimda degan yozuvdan tanlab Ctrl D tugmasi bilan nusxa olamiz va bu yerga joylashtirib qo'yishimiz mumkin. Mana shakl bilan baravar qilib chizadigan bo'lsak, markazda menimcha biroz shrift kattalik qilyapti. 14 razmer menimcha ma'qul. Telefon raqam yozamiz. +99897 000 0000. Ana endi shu yozuvdan yana nusxa olib ketishimiz mumkin. Ctrl D tugmasini bosamiz. Ichidagi raqamni o'chirib, ustoz kuchukcha gmail.com. Buni ham kiritib oldik va yana nusxa olamiz. Nusxa olgandan so'ng ichidagi matnni o'chiramiz va manzilni kiritib qo'yishimiz mumkin. Demak, bu qismi ham tayyor. Endi bizga kerak bo'ladigan qismi bizda tillar bo'limi bor ekan, ya'ni o'zbek, rus va ingliz tilini qanchalik bilish darajamizni ko'rsatib ketishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, men haqimda deb nomlangan yozuvdan yana Ctrl D qilib nusxa olamiz. Bu yerga tillar so'zini kiritib qo'yishimiz mumkin. Katta harfda yoza olamiz uni. Tillar. Ana endi vstavka, figura, nadpisni tanlab 14 razmerda Times New Roman shriftini belgilab o'zbek so'zini yozib qo'yaman. Bundan so'ng buni format figuraga kirib zalifka qismidan orqasidagi rangni, kontur figurani o'chirib qo'yamiz va shu so'zimizdan nusxa olib ketamiz. Mana Ctrl D o'zbek Russian ruscha yana Ctrl D tugmasini bosib English so'zlarini kiritib qo'ydik. Menimcha biroz tekst turmayapti. Shu sababli birinchi o'zbek degan figurani tanlab, Ctrl tugmasini bosib turgan holatda uchala shaklni ham belgilab olsak. Mana birinchi shaklni belgiladim. Ctrl tugmasini bosgan holatda ikkinchi shakl va uchinchi shakl. Endi bizda buni chap tomonga tekstlab olishimiz kerak, shakllarimizni. Shu sababli uchalasini belgilaganimizdan keyin format figuraga kiramiz. O'ng tomonda viravnyat degan instrumentimiz bor. Viravnyat levim krayu, mana ko'rib turganingizdek chap tomonga to'g'rilab olish. To'g'rilab olganimizdan so'ng yana viravnyat bo'limiga kiramiz. Viravnyat po center degan qismi bor ekan va bizga bunisi emas, mana po vertikal degani, распределить po vertikal buni tanlaydigan bo'lsak, orasidagi masofani ham bir xil qilib berdi. Ana endi matnlarimiz tekis va bir xil joylashdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizni qiynayotgan narsa bu yerda shakllar bilan bilish darajamizni ko'rsatib ketishimiz kerak bo'lar ekan. Misol uchun bu to'q bo'yalgan o'zbek tilini to'liq biladi, ruschani qisman qanchadir qismini noma'lum, inglizchani kamroq ko'rinishda bilishimizni shakllar yordamida chizib ko'rsatib ketamiz. Demak, uni yasashimiz uchun biz vstavkaga kiramiz, figura qismini belgilab, прямоугольники degan shaklni tanlab bu yerga chizib olamiz. Kattaroq ko'rinishda chizishingiz ham mumkin. Mana chizib oldik. Sariq nuqtadan o'ng va chap tomonlarni avvalini qilamiz. Biroz balandligini ingichkaroq ko'rinishga keltiramiz va o'zbek degan so'zni to'g'risiga joylashtirib qo'yishimiz mumkin va kontur figurani net qismini tanlaymiz. Zarifga figuraga kirib kerakli rangni tanlab qo'yishingiz mumkin. Demak, birinchi shaklimiz tayyor. Ana endi ikkinchi qiladigan ishimiz shu shaklni tanlab Ctrl D tugmasini yana bosamiz. Shakldan nusxa oldik. Demak, bu ikkinchi shaklni bu yerga joylashtirib olamiz. Joylashtirib olganimizdan so'ng zalifga figura qismiga kirib shakl ichiga seriya rangni tanlab qo'yamiz. Mana. Ana endi yana tepadagi o'zbek deb nomlangan shaklimizni tanlab, Ctrl D tugmasini bosib,
nusxa olib, aynan ustiga joylashtiramiz. Ya'ni seriya shaklini ustiga joylashtirib olamiz va format figuraga kirib, o'ng tomonda ko'rishingiz mumkinki, shaklni shirina, ya'ni uzunligi ko'rsatilgan, shuni biroz kichraytiramiz mana. 3.6 ekan, mana 2,5 sm yoki o'zingizga mos ravishda to'g'rilab olishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, biroz chapga va pastga. Mana endi menimcha bir xil ko'rinishga keldi. Mana. Ana endi qiladigan ishimiz orqada turgan seriya shaklini tanlab, Ctrl D bilan yana nusxa olamiz. Endi buni ham English degan so'zimizni to'g'risiga joylashtirib qo'yamiz va ustida turgan kichkina shaklda tanlab turib, yana Ctrl D tugmasi bilan nusxa olishimiz mumkin. Va buni ham aynan ustiga joylashtirib olamiz. Razmerini aynan format figura degan joyga kirib o'zgartirishingiz tavsiya qilinadi, chunki o'sha holatda balandligi o'zgarmaydi, faqat uzunligini kichraytirib olishingiz mumkin. Mana shaklingiz ham tekis chiqadi o'shanda. Demak, mana ko'rishingiz mumkinki, buni ham joylashtirib oldik. Endi qiladigan ishimiz yuqorida bizga ta'lim, ya'ni qayerlarda o'qiganligim to'g'risida ma'lumot kiritishim kerak ekan. Bu uchun bitta shakl kerak bo'ladi va yozishim uchun matn kerak bo'lar ekan. Tayyor yozilgan shaklimiz bor. Bizda shuni tanlab turib, Ctrl D bilan nusxa olaman. Ana endi yozuvni joyiga joylashtirib qo'yamiz. Mana shaklni yuqoriga mana joylashtirib olamiz. Ana endi yozilgan yozuvni belgilab, Ctrl D qilib yozuvdan ham nusxa olishim mumkin. Buni ham shakl ustiga joylashtirib qo'yaman va ichida yozuvni o'chirgan holatda ta'lim so'zini kiritib qo'yaman. Ana endi matn yozish uchun bizga figura kerak bo'ladi, ya'ni nadpis figurasini tanlab, bu yerga kerakli maydonni chizib olaman. Shriftlar ichidan Times New Roman tanlab, 14 razmerga o'tkazib yozishni boshlaymiz. Demak, kollej nomi yozilgan edi. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji. Aniqlik kiritib ko'ra olamiz va diplom yozilgan ekan, uzr. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash degan so'z. Pastiga kollej nomi. Maishiy xizmat kasb-hunar kolleji. Tepadagi diplom nomi Jirni, ya'ni to'q yozuvda yozilgan ekan. Mana Jirni belgilab qo'ydim. Bu yerga qavsichida 2010 chiziqcha, ya'ni kollejga kirilgan yil va kollejni bitirilgan yilni kiritib ketishimiz kerak bo'ladi. Mana qavsni yopamiz. Buni kursiv matnda ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Menimcha biroz chiroyliroq turadi. Orasidagi intervalni yaqinlashtirib qo'yamiz. Mana diplom nomi va kollejning nomi. Endi pastdan kursiv matnni o'chiramiz. Xo'p. Ya'ni institutdagi diplom nomi va institut nomini kiritishimiz kerak ekan. Demak, Information Technology for Business. Va pastdan Management Development Institute of Singapore in Tashkent. Qavsichida 2019 chiziqcha 2023. Bu qavsni yopamiz. Demak, diplomni belgilab olib, jirniy ko'rinishga keltirib qo'yamiz. Institut nomini kursiv ko'rinishga keltirib qo'yamiz. Buni ham yozib oldik. Endi galdagi maqsadimiz orqa fondagi oq rangni o'chirish, ya'ni format figuraga kirib, mana net zarifga va kontur figuraga kirib, net kontur. Demak, bu ma'lumotlarni ham joylashtirib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz tajriba, ya'ni ishda ishlangan, qaysi ishxonada ishlagan, qancha muddat ishlagan, lavozimi, ishxona nomini yozish kerak bo'ladi bu yerga.
va shu ma'lumotlarni kiritishim kerak bo'lar ekan rezumeda. Demak, bizga yana bitta shakl kerak bo'ladi. So'zni surib turamiz. Ctrl D bilan nusxa ola qolamiz. Yana bitta Ctrl D bilan pastga ham qo'yib qo'yaylik. Keyingi shaklni ham mana joylashtirib qo'yamiz. Ctrl D bilan nusxani matndan ham nusxa oldim va bu yerga yozib olamiz. Ya'ni ta'lim so'zining o'rniga tajriba. Mana kerakli so'zni joylashtirib oldik. Bizda tayyor yozish maydoni bor. Shuni belgilab Ctrl D qilib nusxa olamiz va bu yerga joylashtirib qo'yamiz. Faqat endi qiladigan ishimiz ichidagi matnlarni belgilab o'chiramiz. Kursiv yozuvda qolib ketibdi. Bu kursivni ham o'chirib qo'yamiz. Demak, ishxona nomi endi xususiy firma. Ish lavozimi sotuvchi yozilgan edi. Qaus ichida 2013 chiziqcha 2015. Joy tashab enter bilan yana xususiy firma, lavozimi sotuvchi, yillar bo'lsa 2015 dan 2019 oralig'ida. 2015 chiziqcha 2019. Yana joy tashab 3-ishxona nomi, ish vazifa mentor, ishga kirgan yil 2023, bo'shagan yili hozircha noma'lum bo'lganligi uchun bu yoq tomoniga, ya'ni bu nimani bildiradi? Hali ishlayotganligini bildiradi. Shuning uchun sana kiritmadim. Ana endi tepadagi xususiy firma degan matnlarni belgilab olamiz. Mana aytgandek, bir necha qatorli matnlarni belgilamoqchi bo'lsangiz, Ctrl tugmasini bosib turgan holatda belgilashingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, ana endi J ni bossangiz jirniy ko'rinishga keladi. Bu yerda probelni ortiqchaligi uchun ko'k chizuv chiqaryapti. Mana endi hammasi joyida. Ana endi birinchi bitta qatorni belgilab, Ctrl tugmasini bosib turib, mana ikkinchi qator, mana uchinchi qatorni belgilab, kursiv ko'rinishga keltirib qo'yamiz mana. Demak, bu qismi ham tayyor bo'ldi. Endi oxirgi qismi, ya'ni ko'rib turganingizdek, ishlay oladigan dasturlarimiz. Word, Excel, PowerPoint, Access degan dasturlarni qanchalik bilish darajasini ham taxminan ko'rsatib ketilgan. Demak, biz ham shuni qanaqa qilishni o'rganib olishimiz kerak. Wordga kiramiz. Shaklimiz bor, tepadagi yozuvni tanlab, yozuv tanlayotganda bitta narsaga e'tibor berishingizni so'rardim. Ya'ni tanlagan vaqtingizda kursor agar shakl ichida o'chib yonib turgan holatda Ctrl D ni bosadigan bo'lsangiz, bunaqa qismi ishga tushib ketadi. Ya'ni shrift oynasi ochilib ketadi. Bizga shrift oynasi emas, buni duplikati kerak. Shu sababli shaklni ramkasiga bir marta bosib qo'yishingizni tavsiya qilinadi. Ya'ni kursor o'chishi kerak duplikat ishlash uchun. O'sha holatda Ctrl D ni bossangiz duplikat funksiyasi ishga tushadi. Ya'ni nusxa olinadi shakldan. Demak, shakldan nusxa olib, joylashtirib, so'zni belgilab o'chirib, dasturlar so'zini yozib qo'yamiz. Bu so'zni yozib olganimizdan so'ng bizga 4 ta shakl kerak bo'ladi, ya'ni rasmni joylashtirishimiz uchun. Demak, vstavka menyusiga kirib, figura bo'limiga kirib, avval degan shaklni tanlab, Shift tugmasini bosib turgan holatda bitta dumaloq shakl chizib olamiz. Demak, o'zimizga mos ko'rinishda chizganimizdan so'ng Ctrl D tugmasini bosib, shakldan nusxa olib, joylashtirib qo'yamiz mana. Yana Ctrl D pastga va yana Ctrl D to'g'risiga joylashtirib qo'yishim mumkin. Aytgandek, konturlarini o'chirishdan chiqibdi. Demak, Ctrl tugmasini bosib 4 ta shaklni baravar tanlab, format figuraga kirib, Ctrl figuraga kirib, net konturlarni o'chirib qo'yamiz. Shakllarimiz tayyor. Endigi galdagi vazifamiz bularning ichiga 4 ta dasturning logotipini joylashtirib olish. Ana endi logotiplarni qanaqa qilib joylashtiramiz? Dumaloq shaklni tanlaymiz. Endi boshqa usuldan foydalanamiz. Ya'ni shaklni tanlab, mishkani o'ng tomonni bosamiz. Bu yerdan format figura degan qismini belgilashimiz kerak bo'ladi. Buni belgilasak, demak, ekranimizning o'ng tomonida format figura degan menyu ochildi. Ya'ni zalivka qismiga kirib olishimiz kerak. Mana zalivka menyusini ochamiz va ochilgan oynadan rисунок или tekstura qismini belgilab qo'yamiz. Shuni belgilasak, mana bizda mana shunaqa jigarrang ko'rinishga kelib qoldi. Vstavit orqali kompyuteringizda bor fayllardan foydalanishingiz mumkin. Bu Fragment qachon ishlaydi, qachonki siz biron bir rasmni nusxalagan bo'lsangiz, bu Fragment tugmasi ishga tushadi. Shunisidan foydalanib ketamiz. Demak, bizga rasm kerak. Demak, rasm qidirish uchun eng qulay joy bu Google Chrome'ga kirib,
yangi oyni ochib bizaga Word logo deb qidiramiz va enter tugmasini bosamiz. Chiqqan natijalardan kartinka qismini tanlab olamiz. Tanlaganimizdan keyin o'zimizga ma'qul bo'ladigan bitta rasmni tanlaymiz. Misol uchun, mana bu rasmni tanladim. Ko'rishingiz mumkin va tanlagan rasmimizni ustiga mishkani qo'yamizda, o'ng tomonini bosamiz mishkani. Va yozuvlarning ichidan Kopировать картинку deganini belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana Kopировать картинка, изображение скопирование, ya'ni nusxa oldik. Ana endi Wordga qaytib, shaklni tanlab, bu ferab meni mana ko'rib turganingizdek shu tugma ishga tushdi. Ya'ni nusxa bor bizda xotirasida kompyuterimizda, shu sababli bu tugmani ishlatsak bo'ladi. Rasm joylashda endi keyingi shaklni tanlaymiz. Google ga kirib turib, endi bizga misol uchun Excel logosi kerak. O'zimiz ishlatadigan dasturlarni qidirib topib, rasmlarni joylashtirishimiz mumkin. Ichidan o'zimizga mos tushadigan logoni tanlab olishimiz ham mumkin. Mana misol uchun bunisi mishkani o'ng tugmasi, Kopировать картинкuni bosamiz va Wordga qaytamiz. Рисунок или teksturani tanlab, mana bu ferab meni Excelni ham joylashtirib oldik. Endi uchinchi shaklni tanlaymiz. PowerPoint logosini qidiramiz. Mana logolar chiqdi. O'zimizga ma'qul bo'ladigan biron bir logoni tanlab olamiz. Mana va nusxa olishimiz kerak bo'ladi. Kopировать картинку, Wordga kirib, рисунок или tekstura va bu ferab meni. Buni ham joylashtirib oldik. Oxirgisiga Access logosini joylashtirib qo'yamiz. Demak, enter tugmasini bosib qidiruv berdik. Misol uchun bunisini tanlashimiz mumkin. Mishkani o'ng tugmasi, Kopировать картинку. Yana o'sha рисунок или tekstura va bu ferab meni. Mana ko'rib turganingizdek 4 ta logolarni ham joylashtirib oldik. Endi bu menyuni yopib qo'ysak ham bo'ladi. Demak, buni atrofiga endi bilish darajasini boshqa bir shakl bilan chizib olishimiz mumkin. Demak, vstavkaga kiramiz, figura bo'limini ochamiz. Основной figura degan bo'limidan bizga kerak bo'ladigan shakl arka deb nomlanar ekan. Arkani tanlaymiz va birinchi bu yerga taxminan chizib olamiz. Mana arka shakli bu ko'rinishda chizildi. Endi buni o'zimizning dumaloq figuramizga moslashtirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biroz cho'zamiz. Mana bu sariq nuqtadan ingichkaligini to'g'rilashimiz mumkin va shu sariq nuqtadan bosib turib bu yergacha olib kelishimiz ham mumkin. Mana Shift tugmasi va Ctrl tugmalarini bosgan holatda burchaklardan kichraytirsangiz shakl teng ravishda hamma tomoni barobar kichrayadi. Bo'lmasa agar bosmasdan qilsangiz qaysidir tomoni kichrayib, qaysidir tomoni o'zini holatda qolib ketib, shakl sifati buzilishi mumkin. O'zingizga qulay usuldan foydalanib chizib joylashtirib olsangiz bo'ldi. Mana misol uchun Wordni 100% bo'lmasa ham taxminan 80-90% ko'rinishda bilaman degan maqsadda shunday ko'rinishda chizildi. Endi shaklni tanlaymiz, format figuraga kiramiz, kontur figuraga kirib net kontur qilib qo'yishimiz mumkin va zalifka figuraga kirib rang berib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Buni ham tayyorlab oldik. Endi tayyor shaklni tanlab, Ctrl D tugmasini bosib, nusxa olib, ikkinchi dumaloq shaklimizni ustiga joylashtirib ketamiz va bilish darajasini o'zgartirib qo'yishingiz ham mumkin. Mana kamroq biladigan bo'ladigan bo'lsak, mana shunga mos ravishda chizib qo'yishingiz mumkin, shaklingizga mos qilib, kichraytirib, joylashtirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana. Ana endi tayyor shakldan yana tanlab, nusxa olib, joylashtiramiz. Logotip atrofiga mosroq ravishda joylashtirsak, yaxshiroq bo'ladi. Mana. Keyingi shakldan nusxa olamiz, Ctrl D bilan va yana joylashtirib qo'yamiz. Buni kamroq bilish darajamiz. Mana. Ko'rib turganingizdek, mana endi biroz masshtabni uzoqlashtiramiz. Tayyor natija bilan tanishishingiz mumkin. Mana tayyor rezume holatga keldi. Buni biron bir ishxonaga jo'natishingiz ham mumkin, o'zingiz uchun tayyor rezume yaratib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Demak, bundan ham qiziqroq darslarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.